Damas avtomobillarga har doim sizlar kuchaytirilgan plus amal zat deymiz-ku. Kuchaytirilgan plus alohida, Damas o'zinikini kuchaytiramiz. Bu bo'lsa, Gentra avtomobilda amal zatini birga bir tiqib berganmiz. Bitta ishlashiga baho berasizlar. Bu unaqa kaslanmaydi-yu, lekin otislar yo'qolib, avtomobil yumshoq bo'lib qoladi. Endi sizlarga kuchaytirilgan plyusda mana Damas avtomobil amal zatlarini, pon zapchaslari, shtogi, gilzasi, klapini va o'qi. O'z asl holatiga ko'rasan, buni ham kuchaytirsa bo'ladi. Bunga Cobalt Spark ham moslasa bo'ladi, lekin eng zo'ri Gentra bilan yoki Nexia oldi. Mana. Ko'rasizlarmi? Qanaqa holatda bo'ladi? Endi o'zinikini ochib bitta ko'rsataman sizlarga. O'ziniki qanaqa bo'ladi? Aslida o'ziniki ko'rasizlar mana unaqa bo'ladi. Ichi mittiroq bo'ladi. Bunga kattarog'ini qo'yib bersak, avtomobil yamalaganda yaxshi his qilib beradi. Mana ko'rlaring, qanaqa qilib kuchaytiriladi. Bu perdelka bo'ladi ozgina. Chunki bu bunaqa joylari, qatag'on joylari moslanmagan bo'lib, bunga qaytadan to'kirga borib moslanadi keladi. Mana shu videomizda Damas Mini Okyolaga kim avtomobilni yumshoq qilmoqchi bo'lsa, xudo xolasa avtomobilni yumshoq va Damas avtomobilni o'zi otib yuradi. Mana shu otlari ham o'zi 80-90% kamayadi. Joni sog' bo'lsin, yuzdan tabassum ta'kidlasin. Avtoprofessor kanalida uzoqlashmanglar.